Bugun sizlar bilan Food City bozoridagi qovun tarz narxlarini ko'rib chiqamiz. Ol negativ 2300 so'm bugun bozor. 2300 so'm ekan bugungi bozor. Bo'ladigani. Pul berasiz aka? 2,5 ming so'm. Bo'ladigani 2400 so'm, ha? Donaga 11 mingdan, ha? 12 ming kilo. 12 ming kiloga. Ko'kcha qovuni ham bozorga chiqib ulgurdi o'sha. Kilosini 13 ming so'mdan berishayotgan ekan. Bu ham hozirgi paytda o'sha 4-5 kun bo'ldi chiqqaniga yengillik. Handalanglar mana bittasi 20 ming so'm ekan. Dastlabki qilib berishar ekan akalar. Nech pul berasiz? 2,5 ming so'mdan berishayotgan ekan bugungi kunda tarvuzlarni. Chumchuq so'ysa ham, qassob so'ysa, qachon bozor kelsak ham tarvuzni video qilgan paytimiz edi va bittasini kesib yeb ko'ramiz edi. Tarvuzni yeyish kerak emas, yo'q deyshadi, atak bo'lmagan gap. Bosaveringlar. İçini ko'ryapsizlarmi buni? Mana bitta mazasini ko'ringlar-chi. Yuragi bu tarvuzni. Bismillah. Shirnaga mazasi. Xudo yekkani barakasini bersin. Lekin o'zgacha bor, haqiqatan qizil o'tdi. Bismillah. Odamlarni tarvuz ko'rmaganni o'ylamas, ha?